osmon ufq kirvikida zaminni qandoq suysa, shoirmi insoniyatni, vatan va millatni shundoq tantanalik ravishda suydi. İnsaniyatmi ham shoirni o'zining bebaho sevgisi bilan tartiblab turdi. Chunki haqiqiy shoir insoniyat madaniyatining oltin turki. Şiirleri nuqul şiir sifatida emas, el suygan naqshchilarimizning yaqinlik ovozi bilan birikib, Tangri teg'ining janub shimoliga taragan ataqliq shoirimiz Muhammadjon Rashidin 1940-yili G'o'lji nahiyasining 10 yer yuzi yezisida dehqon oilasida tug'ilgan bo'lib, Eli daryosi nomli tunji she'ri bilan adabiyot sepiga kirib kelgan. Shundan buyon Xinjiangdagi har qaysi gazet jurnallarda shoirning 1000 parchadan ortiq she'ri, 20 parchadan ortiq hikoyasi, 15 parcha ilmiy maqolasi e'lon qilingan. Shoirning 1960-yillarda yozgan she'rlari bo'lsin yoki 1980-yillarda yozgan she'rlari bo'lsin, qaynoq hissiyotni o'ynoq til bilan ifodalaganligi bilan qadrli. Bo'libmi, uning 1990-yillarga kelganda yozilgan she'rlari texmo pishqan, fasohatli misralar bilan kishini o'ziga tortadi. Shoir Muhammadjon Rashidin o'zining jalbkor she'rlari bilan adabiyot san'ati sohasidagilar orasida emas, butun jamiyat bo'yicha cho'nqur ta'sir qo'zg'agan shoir. U 4 qitim Xon Tangri adabiyot mukofotiga erishgandan tashqari 1992-yili Tangritog' jurnali tahrir bo'limi uyushtirgan o'qirmanlarning rayini sinash faoliyatida o'qirmanlar eng yoqtiradigan shoirning eng oldinqisi bo'lib baholangan. U yana mamlakatlik osonlik millatlar adabiyoti bo'yicha Tulpor mukofotiga 2001-yili Tarim jurnali nashr qilinganligining 50 yillik to'yini tabriklash faoliyatida Oltin to'y mukofotiga erishgan. Eli oblastlik adabiyot san'atchilar birlashmasi Eli daryosi jurnali tarafidan ayrim holda ijodiyat tadqiqoti mukofotiga erishgan. Shoir yana Xinjiang Arman shirkatining lideri Radil Abla apandim tarafidan 10 ming yuan bilan, Eli Go'harzimin shirkatining lideri Ablimir Hajim tarafidan 10 ming yuan bilan mukofotlangan va to'n tegdirilgan. Qumul, Pichan, Edilvizi jamoatchiligi tarafidan alohida to'n tegdirilgan. Yana Eli rayonidagi ismini oshkorlashni xohlamagan danglik bir shirkat mudiri tarafidan 50 ming yuan turmush yordamiga erishgan. Muhammadjon Rashidin hozir oliy darajalik o'qituvchi, Jungo osonlik millatlar yozuvchilari ilmiy jamiyatining va Xinjiang yozuvchilar jamiyatining a'zosi. Yo'g'on to'ylangni maqtaysan, ko'rinmaydi onang ammo. Onang yo'q to'yliga asla yarashmabdi barang ammo. Pişirsang tussimu qaymoq, go'yo nondek qilinliqda. Onangga bermagan sutdan emas rozi qalang ammo. Onang qanmay turib choyga qo'rang tegi daranglaydi. Onangga oshmadi chaynay desa unda shamang ammo. Onang yo'q qo'ylidan xushkan ajab ko'ngli ayolingning. Momam deb yig'lasa undan tayoq yepti balang ammo. Yayoq keldi, yayoq ketdi, seni har ko'rgisi kelsa. Onangni so'rimay sundi, balang tushgan chanang ammo. Qo'lim qo'shning uchun chiqmas, seningdan bir g'ulash arqon. Onangning bo'g'chisin chekmak uchun tayyor qilmam. Uyingda qishladi ba'zan, go'yo qishloqdagi qo'ydi. Jimi yurt ko'zi shohiddir, uning usti yalan ammo. Balam deb bo'yniga olgan kuyun challarg'u ko'p shuncha. Onam deb bag'rini yoqqan kishi bizda shalam.